ota-onasi o'lgandan xursand bo'lyapti-da, kitoblarni qog'ozini tashlab yurib. Ha bitta kirsa ham. Ular xalq qahramoni bas-ku. Ukaxon, biz o'zbek gruzinda bor bu narsa, Chechenda bor. Butun dunyoda, Koreya, bularni yoshlar ko'rsa, bulardan nimadir olyapti, hozirgi tilda aytganda motivatsiya olyapti. Dandada degan muzikani chiqarib turib, Po'latani Qoraka ashula aytadi. Ha bitta kirsa ham. Mana o'zingiz ko'rib guvohi bo'ldingiz. Obunangizni rad etmasdan assalomu alaykum. 24 soat kechasi kirsa ham. Endi bu kanalga o'tib Bu seni ofising emas. ko'p ko'rdingiz. Butun O'zbekistonni sha'niga dog' tushirgan o'sha Valeriya deymizmi? Assalomu alaykum. Borini boricha gapiramiz degan YouTube kanaliga nom berdik va borini gapirishga biz tayyormiz. Siz bizni kuzatishga tayyormisiz? Bu Xalq gapirsin YouTube kanali blogeri endi bu kanalga o'tibdi deganlarga ham ozgina tushuncha berib ketay. Ham Xalq gapirsin YouTube kanali obunachilari bizni tashlab ketmagan holda, ya'ni Xalq gapirsin degan o'sha kanal ham obunachilarga 82500 dan oshiq obunachilarimizga ham tegishli va bu kanalni endi ko'rayotganlar u yoqdan hali obunangizni rad etmasdan bu kanalga o'tib ketib, u yoq qolib ketmasin. Ya'ni aytmoqchimanki, Xalq gapirsin ham va borini gapiramiz ham birdan olib ketmoqchi bo'lgan jamoa borini gapiramiz jamoasi va chiqib bugun biz nima haqida gaplashamiz. Oxirgi bir oy ichida nimalar bo'lganini bugun ochiqchasiga gapiramiz va ko'p ko'rdingiz. Butun O'zbekistonni sha'niga dog' tushirgan o'sha Valeriya deymizmi? O'sha Qora aka deymizmi? Sardor Gangster yoki qanaqadir yana Aziz akalar bormi? Mana shu Aziz Monster deydimi, boshqa deydimi? Umumiy mana shu TikTokerlarga aytiladigan, blogerlarga aytiladigan gap emas, TikTokchilarni, ya'ni TikTokda chiqib olib O'zbekistonni sha'niga dog' tushiradigan, butun O'zbekistoningni, boshqangni deydigan Valeriyaga, Qora akalarga, gangsterlarga tegishli video va sizga bugun va oxirgi bo'layotgan mana 2 kundan beri portlatayotgan yaqinda chiqqan o'sha kitob o'qimay qo'ydik degan Xayrul aka Abidov adashmasam o'sha akamizni yo'l-yo'lakay kitob sotayotganini ko'rgan, mana shu blogerlarning nazariga tushgan, jurnalistlarning nazariga tushgan o'sha inson haqida ham gaplashsak, haqiqatan ham biz kitob o'qimay qo'ydik. Kitob varaqlash u yoqda tursin, kitobni nusxasiga ham e'tibor bermay qo'ydik. U yerda sarlavha nimalar yozilyapti. U yerda ham ko'p gapirilyapti. Mana shu kitob sotayotgan akamiz hech bo'lmaganda o'tgan kunlar romanini, o'tgan kunlar mana shu hikoyasini o'qib qo'yish kerak, o'sha kitobni varaqlab qo'yish kerak. Ko'pdan ko'p chiroyli, yaxshi kitoblarimiz bor. Kimgadir dars bo'ladi bu. Hozir yana men sizlarga aytmoqchiman. Yaxshidan bog', yomondan dog' qoladi. Yomondan dog' qolishi Sardor Gangsterdan yoki bo'lmasa aytishimiz mumkin o'sha Qora akadan. Men bularni bot aytishimga birgina sabab bo'ldi, chunki musofirda yurgan akalarimiz ham ovozli xabar jo'natvordi. Siz Xalq gapirsindan chiqib, men ham bir xalqman-ku, meni ham fikrim muhimmi degan edi. Albatta u insonni ham fikri muhim. Chunki butun O'zbekiston, o'zbeklar xalqi shu gaplarni ko'tarishga yoki bu gaplarni eshitishga umuman loyiq inson emas. Chunki onalarini bo'xtab so'kayotgan, otalarini bo'xtab so'kayotgan, og'zini to'ldirib so'kayotgan biz TikTokerlarga aytamiz. Ya'ni qaysidir davlatga borib olib, samolyotlarini maqtab yoki bo'lmasa samolyoti bunaqa ekan, menga mana shunaqa mukofot berdi. Bu mukofot bizni Abu Sahida juda ko'p deydigan o'sha vayinchi TikTokerlarga tegishli. Biz blogerlar nima qilamiz? Borini boricha gapirib olib chiqamiz. Ularga esa hammasiga like, ularga pul mukofotlari bizga kelganda qama bilan boshlanadi bizning ish. Nimaga axir? To'g'ri, bir oy davomida men ko'rinmay qoldim, ijod qilmay qo'ydim va mana shu yangi kanalni ochib, siz azizlarni ko'nglingizni oladigan tarzda xalqni ichidan o'sha dardini olib, yana xalqga beradigan borini gapirsin jamoasini yana bir bor kutib olasiz degan umiddamiz. Chunki nimaga 10 oy salkam 1 yilga yaqin biz ijod qildik Xalq gapirsinda va o'sha Xalq gapirsinda biz tanildik. Va u kanalni ham befarq bo'lmang, u kanal ham turaversin. Bu kanalga o'tib olib obuna bo'lib qo'ying. Eng chiroyli, eng yaxshi, foydali videolarni qilishga so'z beramiz. Avvalambor xalqni nazaridan, Allohning mukofotidan bebahra qolmaylik va biz sizga nima demoqchimiz? Mana shu aytaylik, og'zini to'ldirib so'kinadigan
boshqa mana shu TikTokerlarga, vayinchilarga yoki bo'lmasa aytaylik TikTokda faol bo'lgan o'sha Chingizlar, Sardorlar, o'sha qorakalar ularga pul tashab, ularni o'sha she'r tashab, qanaqadir she'r tashasa $300 bo'lar ekan. Bitta prямой efirdan $10,000 pul ishlashar ekan. Lekin biz nima demoqchimiz hozir? Biz hali unchalik pul ko'p ishlagan joyimiz yo'q, chunki nimaga xalqni dardini aytib chiqayotgan blogerlarga umuman bir nazar tushmaydi, boshqa qilmaydi. Oddiy o'zimizga o'xshagan xalq kuzatadi bizni va prямой efirda xalq gapirsin YouTube kanalida prямой jonli efir qilganimda karta tashang degan odamlarga biz birinchi izohlarda karta qo'yib qo'yganmiz va o'sha kartalarni yana bog'lab qo'yamiz. Mana shu yerda kartalar raqamlari bo'ladi va bu yerda telefon raqamim. 28 soat bemalol qo'ng'iroqlaringizga javob beraman. Kim qayerdan kuzatyapti? Men o'zim ham ko'p bildim, sezdim. Kimdir Chexiyadan, kimdir Bolgariyadan, aytaylik Yevropalardan ham kuzatayotgan, o'sha bizni ozgina kamtarona qilgan ishimizni kuzatyapti ekan, baholayapti ekan. Sizlarga boshim yerga tekkuncha ta'zimdaman va sizlarga o'z minnatdorchiligimni izhor qilmoqchiman. Endi bu yog'iga keladigan bo'lsak, o'sha so'kinadiganlarga men ularga shunday so'kinadigan kitobimni berib qo'yay. Ularni qulog'iga yangilik bo'ladi bu so'kinishlar. Hali onadan, hali otadan, hali padari buzukvorlaridan, ammalari yo'q, xolalari hech qaysisini qoldirmab so'kinyapti. Men ularni o'zlariga shunday so'kingan bo'lardim. O'sha kitobini shunday bersam, qulog'iga yangilik bo'lardi. Bunaqa so'kishlarni hali eshitmagan bo'lar. Xalqning la'natiga uchramanglar. Sardor bo'lsin, Chingiz bo'lsin, boshqa TikTokerlar bo'lsin. Mana Qoraka ham javob beryapti qilmishiga yarasha. Chet elda turib olib, endi to'g'ri eski mavzu, lekin musofirdagi yurgan akalarimizni yuragida qolib ketgan o'sha so'kinishlar. Butun O'zbekistonni, O'zbekiston nonini yemayman, tu deydigan o'sha Qorakani. O'shani ham ko'tarib chiqqansizlar-ku. Nega biz oddiy videomiz, xalqga foydasi tegan videomiz 10 ming, 15 ming prosmotr bo'ladi-yu, ularni prosmotri millionlab ketadi. Nimaga endi? Bizni xalq shu yoqqa qarab ergashadigan bo'lib qoldikmi? Biz ham chiqib olib, ishtonni, shimni eshtirib bittasiga qanaqadir biz ham battle'lar qilsak bo'lardi, lekin bizni yuragimiz unga yo'l qo'ymaydi. Bunday sharmandachilikni ko'tara olmaymiz. Biz ko'tarishimiz mumkin xalqning muammosini, biz ko'tarib aytishimiz mumkin oxirgi mavzularni. O'sha mavzularga qarab, o'sha mavzularni kengroq tarqalishi uchun birgina like, kanalga obuna bo'lib qo'yishingizni so'radik xolos. Va sizlardan nima so'raymiz? Ixtiyoriy kimda kim mana shu kartalarga agar pullar tashiydigan bo'lsa, men sizga boshida ham aytdim, xalq gapirsinda yurib o'sha gapirganlarim pitlichka-yu, mikrofon, telefon, kompyuter, notebooklarim hamma narsa ketgani uchun hozir biz homiy izlayapmiz va bir homiy ham chiqqanda faqat mashinaga aralashib qolgimiz kelmadi. Mashinani sotib bersak, ustida ribo bo'lib qolmasin va bu kimnidir haqqi bizda qolib ketmasin, yo bizni haq u yoqqa o'tib ketmasin. Hech kimdan bir-biridan norizo bo'lmasin deb qilmadik bu ishni. Qo'ymoqchi edik ikkita yangi Cobalt, pul yutuqlarini qo'ymoqchi edik, lekin bu narsa ribo bo'lib qolar ekan. Bu narsa foizga aylanib yordam qilamiz deymiz, lekin qandaydir minus tomonlari bor ekan. O'sha minus tomonlarni qilmaylik deb turib, biz borini gapiramiz deb chiqdik va borini gapirishga tayyor jamoa va musofirda yurgan akalarimizni mana shu ovozli xabarlarini ham qo'yib boramiz va bular qilayotgan ishlarini ko'ring. Nega endi kitob varaqlashga vaqtimiz yo'q-u, TikTokda soatlab o'tirishga vaqt topamiz? Biz shu darajaga kelib qoldikmi? Nimaga endi biz bo'layotgan ishlarni aytib, mana shu narsalarga bir nuqta qo'yib, bularga bir chiroyli yo'nalish ko'rsata bilmaymizmi? Sizlarni millionlagan xalq kuzatar ekan, ana sizni bitta videongiz 1 million, 3 million, ana boring 10 milliongacha borib ketar ekan. Siz pullar topar ekansizlar, TikTokerlar. Endi biz sizlarga nima demoqchimiz? Sizni darajangizga yetmaganmiz-u, bizni prosmotrlar, bizni kuzatuvchilar unchalik million qilib tashlamagan-u, lekin biz xalqqa foydaliroq narsa olib chiqamiz, xalqqa foydaliroq video kontent qilamiz deb harakat qilyapmiz. Va endi TikTokerlarni muxlislari, obunachilari ko'pmikan? Xalqning ichida dardini aytib yuradigan blogerlarni obunachi muxlislari ko'pmikan? Birgina like, kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, qolganini yana gaplashamiz. Mana o'zingiz ko'rib guvohi bo'ldingiz va bularni ko'pchilik qo'llab-quvvatlaydi. Bizga kelganda esa o'sha gaplar. Endi nima ham deymiz? Avgust sentyabrgacha yana sabr qilib turamiz adashmasam. To'g'rida 10 oyda
salkam 1 yilda 82 mingdan oshiq obunachi yig'ish biz uchun juda mashaqqatli bo'ldi. To'g'risi boshida bu kanal 500 ta ham obunachi yig'a olmaydi deganlar ham bo'ldi. Allohga qandaydir nazariga tushgan ekanmizki, behisob Allohimga shukr va bu 82 mingni biz qanchada qila olar ekanmiz endi? Bir sinab ko'rmaymizmi? Chunki futbol yulduzi Cristiano Ronaldo bir kecha kunduzda 50 million bo'lgan bo'lsa, biz o'zbegimiz ham 40 millionga yaqinlashib qoldi. Musofirda qancha yurgan aka ukalarimiz, opa singillarimiz bor va endi bilmadik biz 82 ming balkim beraman desa Allohga oson, o'zi chevar, mehribon. Allohim beraman desa bir kunda ham berib qolar. 100 mingga bir qadam qolganda ozgina alam ham qilar ekan. Nimaga bu bolani shashti, sal tushib qoldi, boshqa bo'ldi. Buni ham kirib kimdir jazoladi, boshqa qildi. Kaltakni issig'ida ham yebdi, issig'idan ham sovug'idan ham yeganga o'xshaydi. Oldingiday shiddatli, oldingiday gapirishlar yo'q deyapsiz ko'pchiligingiz. Chunki oldingi izohlarni ko'rib borganman. O'shaning uchun men sizlarga hozir bir gap bilan aytmoqchiman. Xalqni dardini olib chiqib, biz xalq uchun qahramonday bo'lib yoki bo'lmasa bizni Robin Hood sanayotganlar, biz o'zimizdan bir sher yurakni yasab olmadik. O'zimizdan bir qanaqadir qahramonni yasab olmaganmiz. Faqat bor narsani boricha gapirdik va bu kanalni o'tirib o'zimga bir g'oya kelib qoldi. Borini to'g'rilikcha gapiramiz. Oxirgi bir oy ichida nimalar o'zgardi. Va mana shu o'zgargan narsalar kimga foyda, kimga ziyon. Bu haqda ham gaplashamiz azizlar va bu kanalni hozir ko'rib turibsiz. Obunangizni qizg'anmangizlar. Like bosing, obuna bo'ling. Izohlaringizni kutib qolamiz. Va bo'ldimi endi xalq gapirsindan chiqib ketaymi deydigan shoshilmanglar. Shunaqa insonlarga, shunaqa obunachilarimizga biz aytmoqchimizki, xalq gapirsindan ham chiqmay turing. Bu borini gapiramiz kanaliga obuna bo'lib qo'ying xolos. U yoqdan chiqib ketishni umuman xayolingizga keltirmang. U kanal ham chiroyli bo'lib turaversin va shuncha obunachi bo'lib, qanaqadir yana yo'llari ochilib qolar xudo xolasa, biz harakat qilamiz. Yarim yalang'och yechinganlarga like bosib pullar tashiymiz u xalqni dardini aytib chiqib, ariqlarda dumalab chiqib, ko'chalarda tosh tepib yurgan blogerlarga, narx-navo oshib ketayotgan, narx-navoni to'g'rilang deydigan blogerlarga ozginacha nazar pisand ham qilmaymiz. Bizni kanalni kuzatayotgan oddiy xalqimiz va oddiy o'sha kamchiqum oilalarda yashayotgan biz O'zbekistondagi odamlarga aytmoqchi emasmiz. Kartalarga pul tashang. O'sha kartani yozib qo'ying degan inson ham yozsak, birgina Rossiyani Moskva shahridan bitta odam tashab yuboribdi. U ham 150 ming pul tashagan ekan. Jonlari sog' bo'lsin. Aytmoqchi emasdim, lekin aytayapman. Ko'rdingizmi? 10 mingga yaqin odamning ichidan bittagina o'sha u ham chetda musofirda yurgan akamiz tashadi. Endi hozir musofirda turib gapirgan mana shu akamizga avvalambor rahmat deymiz. Siz deydik boshlayotgan ishingiz, siz qilayotgan ishingiz juda to'g'ri. Faqat meni ham eshitasizmi degandi va ovozli xabarini ham qo'yib boramiz. Ovozli xabarini eshiting, o'zingiz fikr mulohaza qiling. Haqiqatan ham nimaga endi biz kuyib pishamiz, boshqa qilamiz. Karta raqamlar ham ixtiyoriy. Gadoychilikni yangi yo'limi bu deydiganlarga tegishli karta emas bu. Homiylar uchun, kimlar qayergadir borishimiz uchun yordami tegadigan insonlar uchun qo'yganmiz bu kartani. Shuning uchun men sizlarga nima demoqchiman? Bugungi videomiz mana shu kanalni tanitish va borini gapiramiz kanaliga obuna bo'lib qo'yish va u xalq gapirsindan chiqib ketmagan holda parallel ravishda bu tomonga ham obuna bo'lib qo'yishingizni so'radik va shunga harakat qildik. Biz bundan keyin ham qanday video kontent qilaylik, qanday mana shu xalqimizga foydasi tegadigan, mana shu insonlarimizga, yurtdoshlarimizga, chekkadagi yurgan musofirdagi akalarimizga qanaqa mavzuni qo'yib beraylik va o'sha mavzuda ishlashimiz uchun ozgina bizga mablag' yetilmayapti. O'shaning uchun biz kartani qo'yishga majbur bo'ldik. O'shaning uchun biz mana shu kartalarga kimdir 5 ming, kimdir 10 ming, kimdir 100 ming, kimdir 200 ming beradi. O'shaning uchun aytmoqchimiz. Hozir mana shuni joyida biz hal qilish uchun bor narsalarda gapirishimiz uchun borini gapiramiz deb nom berdik. Endi shuning uchun sizlarga yana bir bor yuzlanadigan, yana bir bor sizlarni oldingizga chiqadigan, yorug' yuz bilan chiqadigan mana shu borini gapirsin kanalini admini mana shuni
tashkil qilgan Davron Ma'murjonov sizlarni iltimos qilib, mana shu kanalga ham befarq bo'lmasligingizni so'rab qoldim xolos. Ana endi kelayotgan mana shu juma kuniga qo'yiladigan videomizni aytsak, mana shu seshanba va juma kuni qo'yib boramiz deyapmiz. Inshaalloh bu harakat qilamiz. Qaysi mavzuni olib chiqishni sizlar izohlaringizni yozib qo'ysangiz, biz albatta shunga qarab chiroyli video kontent qilamiz va video kontent qilishimiz uchun ham ozgina mablag' kerak bo'ladi. Meni boshida aytdim, telefonlarim, notebook, pitlichka, mikrofonlarim hammasi ketgan. O'shaning uchun hozir qanotsiz qushga o'xshab qoldim, lekin siz mehribon obunachilarim oldiga chiqib men shuni baralla aytishim mumkin. Xudo xolasa bizni yuzimizni yorug' qilgan Allohimga beadad shukr. Shuncha yana obunachilarni qanaqa vaqtda yig'amiz, buni Alloh biladi. 10 oy, 11 oy, salkam 1 yilda biz 82 mingdan oshgan edik azizlar. Va endi qanchaon biz 82 mingga yetamiz, bunisini bilmadik. Siz azizlar bilan biz bir jamoamiz. Nega bir jamoamiz deb aytaman. Sizlar ham, men ham xalqdan, xalqni vakili bo'lamiz. Mana shu O'zbekiston bir bayroq ostidagi biz yurtdosh, vatandosh, mana shu o'zini xalqini sevadigan, xalqi uchun joyiga boradigan, xalqning dardini aytadigan jamoa bo'ldik deb bemalol ayta olaman. Siz, biz hammamiz bir oilamiz. Bir O'zbek sha'niga dog' tushirib qo'yib, mana shu O'zbekistonni, butun O'zbekistonni bunday qilib tashiyman, butun O'zbekistonni bunday qilib tashiyman degan o'sha qora aka deydi. Qora aka bugun dam oladi. Qora aka bugun bunaqa narsa qiladi. Qora aka mana bunaqa qilib dam oladi. Qora aka $100 ga qizlar chaqiradi deb biz videolar qilmadik axir. Biz foydali video qilmoqchimiz va bilasizmi, ozgina xafa bo'lgan joyim mana shunday pahlavonlar, mana shunday alp yigitlarimiz, aka ukalarimiz bu dunyoni tark etib ketgan. Yaqinda ham mana ya'ni shu yoz oylarida bizni Osiyo ayig'i deb tanilgan Murod Xonto'rayevni ruhlariga ham shod bo'lsin, ruhlari shod bo'lsin. O'sha inson bo'lganda ham bu insonlar chiqmasmidi? Sulaymon o'lib, devlar quturdi degan maqolga ham o'xshab ketadi. Butun O'zbekistonga men ham, siz ham kirasiz axir. Va o'tgan odamlar o'tdi, lekin Murod Xonto'rayevdek insonlar, yana shunday pahlavonlar tug'ilarmikin? Ana shunday alp yigitlar, oktagonga chiqib tizzalarini qaltiratib o'rganlar, mana shunday O'zbekiston bayrog'ini yuksaklarga ko'targan Murodlar yana tug'ilarmikin? Mana Bahodir Jalolov, Hasanboy Do'smatov, Shahram G'iyozov, Bektemir Melquziyev, nima deymiz? Mana shunday bokschilarimiz bor. O'sha bokschilarimizga ergashaylik. Bu TikToker yarim yalang'ochlarga ergashsak, biz ertaga manqurt bo'lamiz. Biz biron narsani bir ongli ravishda gapira olmay qolamiz. Ular qanaqa yo'nalishga yo'naltirsa, biz shunaqa bo'lib ketmaymizmi? Men sizga yana bir bor aytaman. Mana shu inson bilan ko'risha olmay qolganim armon bo'lgan. Murod Xonto'rayevdek inson tug'ilsa, yana shunday bo'lsa, O'zbekiston bayrog'ini yuksaklarga ko'tarsa degan umiddaman. Va bu TikTokerlar O'zbekiston bayrog'ini tepaga ko'tarish u yoqda tursin, faqat sha'nimizga dog' keltiradi axir. Bizni bu jamoada yangi obunachilarimizga biz nima degan bo'lardik? Barchangizga biz o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz va ijodga qaytgan jamoa mana shu borini gapiramiz deb chiqqanmiz. Nima ham dermiz? Asalni ham ozi shirin va mana shu Murod Xonto'rayevdan ham ozgina o'sha video roliklarini qo'yib ketamiz. Butun O'zbekiston, Osiyo ayig'i, butun jahonni tanitgan, O'zbekiston bayrog'ini yuksaklarga ko'targan mana shu Murod Xonto'rayev bo'ladi. Va nima ham dermiz? Hozir o'sha Sulaymon o'lib, devlar chiqib ketayotgan, devlar ko'chaga chiqib olib, mana bunaqa ishlar qilayotganda biz ozgina xafa bo'ldik. Butun O'zbekistondagi blogerlarimiz qani? O'zbekistondagi blogerlarimiz qaysidir davlatga borib, samolyotini yomonlasa, qaysidir mukofotini yomonlasa, siz o'rnak olmaysizmi? Bir qirg'iz og'aynimiz bir-birini qirg'izlarni yomon ko'rmaydi. Bir qozoq elidagi qardoshimiz o'zini qozog'ini yomonlamaydi. O'zini qozog'ini oktagonga chaqirmaydi. Nega endi bizni o'zbekimiz chaqirish kerak? Mana shu federatsiyaga ham aytib qo'ysam, yaxshi bo'lar adashmasam, o'zbek bilan o'zbek olishib tursa. Mana hozir yana chiqib olgan Saturnmi, Tysonmi,
Marsmi, Yupitermi degan odamlar o'zlariga nom berib chiqib qo'ygan. Lekin nima ham deyman, o'shalarni bir jilovlab qo'ymaymizmi? Birin-ketin hozir TikTokerlarni ham qamayapti. Yurtboshimiz bor ekan, mana shu yurtimizda qonun ishlar ekan, demak bu insonlarga ham chora ko'rilar ekan. Faqat blogerni qama emas. Mana shunday blogerlar gapirib qo'yib, bularni ham qamayapmiz deyishmas. TikTokerlarga ham navbat kelib qopti azizlar. Men sizga nima demoqchiman? Mana shu yaxshi chiroyli kontent qilish videolarimiz u yoqda chetda qolib ketyapti-yu, jilpillagan, hamma joyini ochiq-sochiq ko'rsatayotgan TikTokerlarga ergashyapti. Qiz bola TikTokerlarga qizlarimiz ergashsa, Sardor Gangsteri Chingizlarga o'zimizni aka-ukalarimiz qo'shilib layklarni bosib pullar tashasa, ozgina achinmaymizmi? Ozgina yig'lamaymizmi? Bu narsalar ko'z yosh to'kishimizda, mana shu qilinayotgan fahsh ishlarida biz yig'lamaymizmi bu narsaga? Biz kulib ularga layk bosib boshqalarga ham uzatib qo'yamiz. Shuni ep ko'rdikmi? Shu darajaga kelib qoldikmi? Ey meni xalqim, ozgina qo'shni mana Qozog'istondan o'rnak oling. Qo'shni Qirg'iziston, Tojikistondan o'rnak oling. Tojiklar ham bir-birini yomonlaganini hali hech qachon eshitganim yo'q, ko'rganim yo'q. Men o'sha Sankt-Peterburg shahrida musofir yurtda yurganimda bir tojik kaltak yetsa, ikkinchi tojik kelib, mana shu yuragida oxirgi tomchi qoni, tomiridagi oxirgi qonigacha urishib o'sha tojigini, vatandoshini himoya qiladi. Bizda bir o'zbek urush uni telefonga olib chiqarishga ustamiz. Bir o'zbek mashinasini noto'g'ri qo'yib qo'ysa, uni rasmga olib boshqa ichki ishlar xodimiga, GAI xodimlariga jo'natib qo'ysa, uni orqasidan shtraflarni, pullarini sanab o'tirsa, shu darajaga keldik-da. Qo'limizda kichkinagina cho'pchani olib, orqasini kovlashga o'tdik. Orqasini kovlab, buni orqasida kim bor ekan deyishni bildik. Lekin xalqni ko'tarishga, xalqda mana shunday fidoyi insonlar chiqdi. Bularni ko'tarishga qo'limiz yo'q. Qo'limiz faqat cho'pga borib qoldi-ku. Qo'limizdagi cho'pni tashasak, biz ham yaxshi yashasak, hammasi yaxshi bo'ladi. Shuning bilan azizlar, biz hozir nima ko'rsatmoqchi bo'lganimizni hammasini ko'rsatdik va sizlar bilan 20-may 20:00 da chiqayotgan videomizni ko'rishingiz mumkin azizlar. Seshanba, juma kuniga biz harakat qilamiz chiroyliroq video qilishga va nima bo'lsa ham xalqini o'ylab chiqadigan jamoa, borini gapirsin jamoasi bo'ldi. Hozir biz ozgina video roliklarni qo'yamiz u shu bilan xayrlashishni chiroyli qilib xayrlashamiz va xayrlashganda ham bir narsani aytib qo'yay. Biz hali yo'qolib qolmadik. Yo'qolib qolishgacha bormadik. Boshimizda do'ppi bor ekan, boshi omon ekan, sizlar bilan yana ko'rishamiz azizlar. Aziz obunachilar, bizni shu yergacha kuzatdingiz va laykingizni, obunangizni qizg'anmadingiz degan umiddamiz. Va bu yangi kanalimiz, Xudo xolasa, bardavom bo'lishi uchun, bizni qo'llab-quvvatlashingiz uchun ozgina sizdan ham harakat. Qayerlargadir borishimiz uchun, chiroyli video kontent qilishimiz uchun karta raqamlarini bog'lab qo'ydik va mana shu karta raqamlariga kimdir xohlagancha bu yerda umuman zo'rlash yo'q va O'zbekiston xalqi, O'zbekistondagi o'sha vatandoshlarimiz bilib turibman, hamma narsani qimmat boshqa qilyapmiz, unaqa qilyapmiz deyapsiz, uni gapiramiz deyapmiz, buni gapiramiz deyapmiz, oyliklaringizni gapiramiz deyapmiz, oyliklaringizdan orttira olmayapsizlar. Agar sizga og'ir keladigan bo'lsa, bu kartalarga e'tibor qaratmang. Bu kartalarga Xudo xohlasa musofirdagi yurtdoshlarimiz, vatandoshlarimiz o'zlari kim qancha xohlasa tashir. Chunki aytyapman-ku, oxirgi videomizda ham shuncha odam ko'rdi-yu, bittagina odam tashadi. Biz Sardor Gangsteriga o'xshab TikToker bo'laylikmi? Yoki biz Chingizga o'xshab so'kinib chiqaylikmi? Aytyapman-ku, agar men unaqa qilib chiqadigan bo'lganimda, ularni qulog'iga yangilik bo'lardi men so'kinib gapirganlarim. O'shana qilib so'kinib, agar auditoriya yig'ish bo'ladigan bo'lsa, 1 yilda 10 million men bo'lardim, ishonavering. O'sha og'azdan, mana shu og'zimizdan so'kinish ham chiqadi. Chiroyli so'z ham chiqadi. Faqat chiroyliroq gapiraylik. So'kinmaylik, kimnidir onasini bo'xtab so'kmaylik. Onasi borlar bor, onasi yo'qlar bor. Onalar jannat mana shu oyoqlari ostida onalarimizni. O'sha onalarimizni hurmat qilaylik. Va biz sizlarga nima demoqchimiz, qandaydir dars berib sizlarga bir o'zimizcha bir aql bo'lamiz deb chiqqanimiz yo'q. Faqat bo'layotgan ishlarga guvoh bo'ling va ko'rayotgan o'sha TikTokerlaringizni, bo'layotgan o'sha so'kinishlarni eshitib turib, bizni yosh avlod katta bo'layotgandan biz ko'zimizga yosh keldi. Nimaga bizni o'sha xalqning dardini aytadigan, o'sha xalqning dardini yorib
boradigan odamlarimizni chopamiz. Nima uchun ularni chopmaymiz? Endi xursand bo'lishiga balkim qanaqadir bir sabablar ham bordir. Ozgina xursand ham bo'larmiz. Ularga ham chora ko'rilyapti-yu. Chet eldan olib keldi-ku, mana shu qora akani. Hozir Toshturmada qamalib yotibdi-ku, ha? Oddiy misol qamoqxonalarda yotibdi. Nechta o'sha so'kinib qo'ygan, vatanni so'kkan, bayrog'iga tufurgan, noniga tufurgan insonlarni ham jazolasa bo'lar ekan-ku. Mana jazolanyapti. O'zini qilmishiga hamma javob beradi. Bu dunyoda ham, u dunyoda ham. Shuning uchun biz sizlarga aytmoqchimiz, o'sha til zabonimizni va yozayotgan izohimizga ham ehtiyot bo'lib yozaylik. Chunki sen ham, siz ham bir og'izdan chiqadi. Yaxshi so'z ham, yomon so'z ham o'sha og'izdan chiqadi. Shuning bilan bugun bizni kuzatganlarga, barchasiga biz yana juma kuni chiqishimiz uchun, chiroyli video kontent qilishimiz uchun yana oldingizga chiqamiz. Biz yo'qolib qolmaslik uchun, bizni qo'llab-quvvatlashingiz uchun kanalga like bosib, obuna bo'lib qo'ysangiz, o'sha bizni qo'llab-quvvatlaganingiz bo'ladi. Ana endi ko'ramiz, 82500 ta biz qachon bo'lalar ekanmiz? Bizga yana 10 oy vaqt ketarmikan yoki 1 haftamikan? Mana shu obunachilarimizni yana mana shu kanalga jalb etamiz. Borini boricha gapiradigan jamoa, xalqning oldiga borib bor gapni aytib beradigan jamoa, bor gapirsin, borini gapirsin, haqiqatni gapirsin jamoasi bo'ladi. Borini gapirishgacha biz tayyormiz. Siz ham tayyor bo'ling. Sog', salomat bo'ling.